Men bir gunohni nafsimni jilovlay olmaganim uchun qilib qo'ydim. O'sha payti xayolimga Allohdan qo'rqmaysanmi degan xayollar keldi. So'ngra bu ishni nafs payti qildim-ku deb o'yladim. Endi men bu xayol uchun va bu qilgan ishim uchun iymondan ayrildimmi? Negadir qo'rquv yoki vahima yo'q. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hadis sharifda ba'zi bir gunohlarni katta gunohligini bildirish uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, zinokor zino qilayotgan paytda mo'min holida qolmaydi. O'g'rilik qilayotgan payt mo'min holida qolmaydi. Ichimlik ichayotgan, may ichayotgan odam o'sha payti mo'min holda qolmaydi. Qotillik qilayotgan odam mo'min holda qolmaydi deydilar. Ya'ni boshqa rivoyatlarda iymoni chiqib turadi undan deydilar. Yana bir rivoyatda o'sha tavba qilmaguncha iymoni qaytmaydi. Tavba qilsagina qaytadi deydilar. Yana savolda so'ralgani kabi o'sha inson ba'zi bir katta gunohlar borki, odam uni mo'min holida qilishi qiyin bo'lgan narsalar. O'sha buni hadisda sharhlar bizga tushuntiradiki, komil mo'min bo'la olmaydi o holatda. O'sha gunohlarni qilib turib komil mo'min bo'la olmaydi. U odam qachonki o'sha gunohga tavba qilsa, ana endi unda o'sha iymoni komil bo'ladi, komil mo'min bo'la oladi keyin. Endi bunday holatlarda, bu kishi so'ragan holatlarda albatta o'sha gunohdan keyin tavba qilish kerak, astoydil pushaymon bo'lish kerak, istig'for aytish kerak va shu gunohlarni qaytib qilmaslik kerak. Vallohu a'lam bis-savob.